Hurmatli obunachilar, Namangan viloyati, Namangan shahridagi Moshna bozorining tepasidagi Hasanobod mahallasidamiz. Arzonchi Umidjon akamizga, mol firmasiga rossiyskiy Greenford Simental go'sht va sut yo'nalishidagi bo'lgan sigirlarimiz, xunajillarimiz desak ham bo'laveradi. Kelgan birinchi qorin, asosan birinchi qorin bo'g'oz xunajillar kelgan. Narxlari 20 milliondan ikkita chiqarib beriladi. 23 million, 24 million, 25 million orasidagi mollarimiz ko'p. 28 million eng oxirgi, eng kattalari. Hammasini bir joy olganga 24 milliondan 40 ta molga narx qo'yildi, aytilgan narxdan kamini qilib beriladi. Bitta olganga ham, 10 ta olganga ham, hammasini olganga ham. Aytilgan narxdan kamini qilib beriladi. Behijolat ekrandagi nomerlardan lokatsiyani so'rab kelaverasizlar. Fozlus Telegram kanalida bu manzil mol firmaning manzil lokatsiyasi bo'ladi. Kelib, mana shu bo'g'oz birinchi qorin bo'g'ozlarimizni sotib olishga ulgurib qolinglar. Narxi juda arzon, olib turib bu yerdan bozorga olib chiqib sotsangiz ham bo'laveradi. Foydalangani ham berilaveradi. Ulgurib qoling. Birinchi qo'l optimchi arzonchi akamizdan. Marhamat.